odam savdosi jinoyatida uchraydigan yana keng tarqalgan jinoyatlardan biri. Bu fohishalik, ya'ni ko'pchilik O'zbekiston Respublikasida yashovchi, yengil yelpi hayotga o'rgangan, ajrashgan, doim ish joyiga ega bo'lmagan qizlarning ko'pchiligi o'zlarini chet ellarda tanishlari yo'qligini inobatga olib, biror bir tanish qidirishadi va tanishlari orqali chet eldan odam qidirishadi. Ya'ni xalq tili bilan aytganda mamaroza qidirishadi. Keyin o'sha tanishlari orqali o'sha mamaroza bilan aloqaga chiqib, ular chet elga ketishadi. Deylik Dubayga, Koreyaga, Rossiyaga yoki Turkiyaga. Undan keyingi holat, agarda o'sha qizlar ishlab topgan harom xarishdan ishlab topgan pullarni mamarozasi bilan bo'lisha olmay qolgandan so'ng, ular mamarozani qo'ldan ketishadi. Ba'zilari ixtiyoriy, ba'zilari qochib ketishadi. Ya'ni ular bir amallab O'zbekistonga kelib olishgach, o'sha tanishini topadida, meni pulimni bermadi, undirib bermasang ustingdan yozaman deydi. Albatta u odam, o'rtaga tushgan odam mamarozadan pulni talab qilib ola olmagach, o'z ixtiyori bilan fohishalik bilan shug'ullanishga rozilik bildirib ketgan qizlarning ko'pchiligi o'zlaridan jabrlanuvchi yasab ariza yozishadi. Bunday arizadan so'ng sizni mana kim o'sha qizlarni yuborishga o'rtakashlik qilgan bo'lsa, unga nisbatan va chet eldagi mamarozaga nisbatan Jinoyat kodeksi 135-moddasi, ya'ni odam savdosi jinoyatini sodir etilgan deb topib, 135-modda 2-qismi J va K bandlari, ya'ni chet elga olib chiqib ketib ishlatish B, J bandi bo'lsa, chet elda fohishalik qilganligi K bandiga tushib, ushbu holatda ham 5 yildan 8 yilgacha qamalib ketishi mumkin. Shunday ekan, qaysidir yengil tabiat odam kelib sizga meni chet elda tanishlaring bo'lsa birortasi bilan tanishtirib qo'ysin, meni chet elda ishlashimga yordam bersin deb aytishsa, hech qachon rozi bo'lmang. Chunki o'sha o'rtaga tushganligingizni orqasidan olgan 500 ming dollar pulingiz burningizdan buloq bo'lib chiqadi. Ya'ni siz 5 yildan 8 yilgacha qamalib ketishingiz mumkin. Shunday ekan o'ylab ko'ring, arziydimi?